Diqqat! O'zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchi fuqarolarga tezkor xabar. O'zbekistonda avgust oyidan boshlab ayrim nafaqalar to'xtatilishi mumkin. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like va obuna bo'lish tugmachasini bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Ayrim oilalar uchun bolalar nafaqasi avgustda to'xtatilishi mumkin. O'zbekistonda 2026-yilning avgust oyidan ayrim oilalar uchun bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Bu haqida Ijtimoiy himoya milliy agentligi xabar berdi. Prezidentning 2025-yil 26-dekabrdagi farmoniga muvofiq ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini yangi tartibda amalga oshirish belgilandi. Unga ko'ra, kambag'al oila toifasiga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam ular tayinlangan vaqtdan e'tiboran 6 oy davomida oilaning mehnatga layoqatli a'zolarining rasmiy bandligini ta'minlash sharti bilan tayinlanadi. Kambag'al oila toifasiga kiritilgan oilalarga 2026-yilning fevral oyidan tayinlangan bolalar nafaqasi hamda moddiy yordam to'lovlarining 6 oylik muddati avgust oyida yakunlanadi. Ushbu to'lov jarayoni davom etishi yoki to'xtatilganidan keyin oilaning mehnatga layoqatli a'zolari bandligi asosiy mezonda hisoblanadi. Qaysi hollarda nafaqa to'xtatiladi? Agar oiladagi mehnatga layoqatli shaxs oyiga 6 oy davomida rasmiy ishlamagan yoki bandlik xizmatlari tomonidan taklif qilinmagan, mos ishni 2 marta yoki undan ko'p rad etgan bo'lsa, nafaqa to'lovi keyingi oydan, ya'ni avgustdan boshlab to'xtatiladi. Nafaqani davom ettirish uchun nima qilish kerak? To'lovning uzluksizligini ta'minlash uchun oiladagi mehnatga layoqatli shaxs quyidagilardan biri orqali rasmiy bandligini ko'rsatishi zarur. Rasmiy ishga joylashgan mehnat shartnomasi asosida yakka tartibdagi tadbirkorlik sifatida ro'yxatdan o'tib, soliqlarni o'z vaqtida to'lash, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, belgilangan ijtimoiy soliqni to'lash. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamning miqdori oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan jami o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1 baravaridan 1.25 baravarigacha bo'lgan. Ularga to'langan bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamning miqdori ushbu nafaqa yoki moddiy yordamning 75% oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan jami o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1.25 baravaridan 1.5 baravarigacha bo'lganda moddiy yordamning 50% tashkil etiladi. Xabarda ta'kidlanishicha, bolalar nafaqasi va moddiy yordam davlat tomonidan haqiqatdan ham ko'makka muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun beriladi. Shuning uchun mehnatga layoqatli oila a'zolarining rasmiy bandligini ta'minlash muhim hisoblanadi.